Biz köpünçe kompüter sistem qaçılgan vaqtlarımızda adette burullarda plastinka işletetdik yani sistema plastinkalarını işletetdik. XP, Vinci deganlarni. Endi hozirgi vaqtga kelganda hammamiz tortlar tushirib ko'pincha vaqtlarda burunqidek plastinkalarni ishlatmay hozir barmoq diska ya'ni UPN bilan sistem qachilaydigan bo'lib ketdik. Barmoq diski bilan sistem qachilganda qaysi sistemini yani qaysi detalni ishlatamiz deganda yani barmoq diskini WinP barmoq diskiga yani WinP'ni yozib olamiz. WinP deganimiz nima desamda Windows Presentation Environment degan yani mushuning qisqartmasi ya WinP. Yani bu nim deganlik desa Windowsni Windowsni qachilash muhiti degandek ma'nosi chiqadi hamda. Bu yana kompyuterni mushu barmoq diski bilan qo'zg'atib turib kompyuterga sistemni qachilash buyruq berish kompyuterga sistem qachilash buyruq berish uchun qo'llanadi. Undaq bo'lsa mushu WinP yani mushu WinP yozdigan sistemalarni yani WinP qildigan qurollarni qaysi bor desa yani ranjallardan yumshoq detallardan qarayli Laumauto undan keyin Dabasay IT Tiankong Dianyao Dian Yuchidong deb mush bir qator bor hamda bularniki ozdir ko'pdirdan farqi bor lekin cho'ng farq cho'ng alohidalik ketmaydi undaq bo'lganda biz tövanda amaliy mashg'ulot qilib o'taylik. Avval biz Dabasayni tordan tushirib shuni sinab qilamiz. Baidu.com Baiduni ochgandan keyin Dabasay deb yozib bo'lguncha tekka mayan chiqib bo'ldi qanday tushirasiz deb. Masalan Python yoki MacOS Python shazayni bossangiz bo'ldi. Men tushirib bo'lgan shuni hozir tekrar tushiruvjidim. Qayta tushirmayman. Undaq bo'lsa men qachilashdan boshlab keyin qadamga o'tib ketay. Tushirish shundaq bo'ldi. Tushirib olamiz. Tayyorlik cho'qim bir tal barmoq disk bo'lish kerak. 4 GB yoki 8 GB bo'ldi. Uningdan cho'ng bo'lsin bo'laverdi. Undaq bo'lsa men tushirib olgan sistemini Dabasay'niki yumshoq detalni qo'zg'atay. Men qachilmagan hozir qachilab o'timiz. Endi tekrar qo'zg'alib ketib qoldi. Bu yerdan cheksam ishlamagan. Buni mana qachilash ko'zniki keyingi qadam. Bundan keyin qo'shilman yana keyingi qadam. Qachilash mundarij ko'rindi. Biz buni shu C diskida qo'yaveramiz. Yana keyingi qadam. Hozir qachilyapti. Qachilash tamom bo'ldi. Undaq bo'lganda men hozir qo'zg'atib olay. Sin belgisini chekish orqali qo'zg'atdim. Mana sin belgisi bo'lsa, mushu o'z shu mushunda holatda bo'ldi odat sin belgisi. Mana qo'zg'ilib bo'ldi. Qo'zg'ilish olti mana shu odatda gomp barmoq diskiga holatda diskiga ham diskiga yozib bo'ldi. Diskini tanlab biz Palaniyatki sistemini mundaq deb tanlab yozib bo'ldi. Undaq bo'lsa biz hozir mening barmoq diskamni hozir tonib bo'pti mushu o'zi 16 yillik. Ondan keyin qaraydigan bo'lsak bu yerda HDD FAT32
zip fat 32 deb bu ikki xil bor. Bularniki farqi nima deganda HDD bo'lsa yangi tipdagi kompyuterlarni qo'llaydi. Zip fat 32 bo'lib qolsa kona ham yangi hammasini qo'llaydi. Bu yerda qo'llanishchanlik farqi bor. Shunga odatda konasini har qaysi qanday kompyuter bo'lsa qo'llanish uchun qo'llanishchanligini tanlaymiz. Shunlashqa zip fat 32 holatini tanlab qo'ydim. Ondan keyin sig'im masalasi. Shu hozirgi kompyuter qo'zg'atadigan shu hujjatni yozib ham shuni barmoq diskidan yoshirin saqlab oldi, o'rin bo'lib oldi qo'zg'alish uchun. Buni normal qilib bersak bo'ldi. Bu 550 megabayt bo'lsin bo'ldi, lekin sal cho'ngroq qilib qo'ysak qo'zg'alish tezroq bo'ldi. Men 700 megabayt qilib qo'yay. Undaq bo'lsa bir kunlik bilan shu USB qo'zg'atish diskisi izlashdi. Men qo'zg'atdim. Mesela hozir yozdim. Yozishni boshladim, bo'ldi mana. Birdam saqlagandan keyin hammasini shu barmoq diskimiz qo'lgan ahvol sharoitida yozib bo'ldi. Saqlab turay. Kompyuterimni o'chirmagachkim hozir qitib bordi bu. Normal odatda net sekundlar yozib bo'ladi. Ostiga 6 ga qaraydigan bo'lsak chiqib turyapti mana. Mana barmoq diskini qo'zg'atish programmasi tamomlandi. Hozir taqlid holatni qo'zg'atib sinab boqamsiz deydi. Dedim. Qarayli, hozir qo'zg'ildi. Mana. Mush holatni qo'zg'ildi odatda. Biz kompyuterga chetib qanday ishlatamiz deganda sistem qachlashning oldida har qaysi kompyuter asos taxtasi, ya'ni Jubanniki tiz ijro knopkalar o'xshamaydi. Odatda 12 koni kompyuterlar bo'lib qolsa 12 F12 knopka, F12 knopkasi. Yangi kompyuterlar bo'lib qolsa F8 yoki F9. Ko'pincha F8 uchraydi. Undaq bo'lsa men Win8P holatda kirib boqay. Ya'ni 32 byte holatda bu. Men undaqda men shuni tanladim. Odatda nimalarni tanlag'il bo'ldi? Knopka taxtasidan asta ustiga chiqarish knopkasini chekish orqali buni tanlaymiz. Bir vosita diskning kompyuter memorisini yashiradigan holat kirib, kompyuterning memorisini unutib qolgan ahvol ostida kompyuterning memorisini yashirsak bo'laverdi. Yupanni chetib turiblar. Men undaqda Win8P holatida kiray. Interni bosdim, hozir kirdi. Kirgan holatda shundaq ko'rinish chiqadi. Biroz saqlab turmiz. Holat kirib bo'lgandan keyin odatda mouse ishlamaydi. Mouse mushu hozirgi biz taqlidli kuchda qo'zg'atganning ichiga chiqdi. Shunga sirtqi holatda ishlatamaymiz. Men to'liq qo'zg'ilib bo'lguncha birdam tayyor qilayamdi. Hozir dabasayniki shu Windows 8P hujjatini yuklayotdi, qo'zg'atyotdi. Odatda kompyuter qo'zg'atganda kompyuterimizning saplimasiga asosan qo'zg'alish sur'ati asta yoki tez bo'ldi. Odatda kompyuterimizning saplimasi yuqori bo'lsa, bu WinP holat qo'zg'alishmi tez bo'ldi. Hozirgidimi tez bo'ldi hatta.